Murojaat uchun telefon 55 kodi bilan 526 00. Assalomu alaykum hurmatli birodarlar, yaxshimisizlar? 2026-yil aprelning 3-chilo video obzor qilayapmiz. Like va podpiskani unutmanglar aziz birodarlar. Boshladik akalar. Qo'llab-quvvatlaymiz. Mesni o'zimizniki 30 ming so'm 1 kilosi. Xush, achchiq qalampur 78 ming so'm 1 kilosi. Xush, qizil bolgar 25 ming so'm 1 kilosi. Xush, achchiq qalampur yashilrog'i 50 ming so'm 1 kilosi. Xush, mana sariq bolgar chet elniki 28 ming so'mdan. 99 do'konga kelaveramiz. Samarqand Siyo bozor yangi Qarshi quruq. Xush, o'zimiz yashil bolgar 1 kilosi 50 ming mesni. Toshkentniki 50 ming so'm 1 kilosi. Xush, mana mesni o'zimizniki Surxondaryo 1 kilosi 35 ming so'm. Mana akalar sariq qizil bolgarlar Buxoroga ketyapti. Xush, 99 ana shu do'konga kelaveramiz. Samarqand Qarshi quruq yangi bozor. Mana shu nomerlari ham bor, kelaveringlar. Achchiq, pachiq, qizil deysizlar, hammasi bor. O'zimizniki mesni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like-ni unutmanglar. Xush, mana akalar Jizzaxdan kelgan revoj akalar 1 kilosi 30 mingdan ekan. Yangi bozorga ham revoj bor ekan, kelaveramiz. 1 kilosi 35 ming so'mdan. Xush, Davudcha Surxondaryoniki ekan. Davudcha 1 kilosi 75 ming. Bunisi-chi? 65, ha? Bunisi 65 ming so'm 1 kilosi. Samarqand Qarshi quruq yangi bozor kelaveramiz ekanmiz. Xush, limon mesni o'zimizniki ko'rib turganingiz 1 kilosi 50 ming so'm. Akalar Samarqand Qarshi quruq yangi bozor 50 mingdan ekan. Xush, akalar mana muzlatgichniki Pinkleri. Bilasizlar, olmani zo'ri bahorga shu. 1 kilosi 15 ming so'm. Kami bor deyaptilar akamiz. Samarqand Qarshi quruq yangi bozorga kelaveramiz. Xush, mana krepson ko'rib turganingiz 12 ming so'm 1 kilosi. 1 kilosi 12 ming so'm. 5 yulduz ham 12 ming so'm ko'rib turganingiz. Krepson ham 12 ming so'm. Samarqand Qarshi quruq kelaveramiz. Xush, akalar Semerenka Namanganlikning olmalarni bilasizlar, sochni bo'ladi. 1 kilosi 11 ming so'm. Xush, boyka olmamiz 10 ming so'm 1 kilosi. Mana akalar kelaveramiz ana shu nomeriga. Cho'p Samarqand Qarshi quruq yangi bozorga. Xush, akalar Semerenka vakuumniki 1 kilosi 9,5 dedingiz, ha? 8,5 akalar, 8,5 kelinglar, 8,5 ekan. Vakuumni olmalarni bilasizlar, yangi uzilganday bo'ladi. Qora bo'lmaydi buncha. Ko'p turadi. Xush, boyka olma 1 kilosi 10 mingdan. Samarqand Qarshi quruq yangi bozorga kelaveramiz. Ana sariq ekan, chiroyli. Xush, akalar Pinkleri bilasizlar, suvli eng zo'r bu paytga, aprel paytiga, may oylariga turadigan olma sochnisi Pinkleri 1 kilosi 12,5 ming so'm. Akalar kelaramiz Samarqand Qarshi quruq yangi bozorga. Xush, akalar anor. Shu anor ko'rib turganingiz 10 ming so'm. Mana bunisi nech pul dedingiz? 13 ming so'm. Bunisi 13 ming so'm. Samarqand Qarshi quruq yangi bozor ekan. Kelaveramiz. Xush, Pol krepson 1 kilosi 13 ming so'mdan aka. Akalar 13 ming so'm, 13 ming so'm. Xush, 13 ming so'm ekan. Pol krepson. Xush, mana bunisi 12,5 ming so'm. Aytganday bu vakuum. Vakuumniki 12,5 ming so'm, 13 ming so'm, 13 ming so'm. Vakuumniki. Bu Qashqadaryoning olmalari. Suvli. 1000 to'rasiga. Xush, Semerenka 10 ming so'm Namangan olmasi. Xush, boyka 13 ming to'rasiga. taroziga 13 ming ekan. Mana bu yerda maydasi nech pul dedingiz aka? Buni 7,5 ming to'rasiga. Taroziga 7,5. Kelaveramiz Samarqand Qarshi quruq yangi bozorga.
Namangan olmalari. Mana shu nomerga kelinglar, chaqon. Olmalar rangi zo'r ekan-a. Dahshat ekan-a, lekin. Chiroyli. Kush, toyfi, muzlatgichniki. 1 kilosi necha bo'lib? 15 ming, ha? 15 ming aytilishi 14 taroziga qo'yaman deyaptilar. Qayniki o'zi? Qo'ruq. Kelaveramiz. Samarqand qarshi turgan bozorida. Xush, akalar mana banan. 1 kilosi 22,5 chiqadi. Tushadi. Xush, akalar 1 kilosi 22,5 tushadi. Mana shu banan. Samarqand qarshi turib yangi bozor ekan. Mandarin mana shu yoshlar 1 kilosi 13 ming aytilish. 13 ming. Xush mers muzlatgichniki 1 kilosi 25 ming so'm. Husayni muzlatgichniki 20 ming so'm. Samarqand qarshi turibga kelavergan ekanmiz. 15 ga 12 ga. Xush, akalar, mana shu mandarin ko'rib turganingiz 15 ming so'm ekan. Hozir mana bu ko'rib turganingiz 12 ming so'm ekan. 12 ming so'm. Golden 1 kilosi necha bo'l? 1 kilo 13 ming. 13 ming aytilishi. Afg'onniki, ha? Afg'onistonniki. Qancha mandarin? 13 ming aytilishi. Qizil necha bo'l ekan, aka? Qizil 10 ming so'm ekan. Apelsinlar necha bo'l? Mandarin. 14 ming so'm. Kelaveramiz. Xush, mana golden olma zo'r sifati a'lo darajaga 1 kilosi 16,5 ming so'm. Eronniki ekan, Eronniki. Xush, akalar, murut 10 kilo 1 kilosi 13 ming so'm tushadi, akalar. Bittasi 130 ming so'mdan. Xush, bu yerda ham Fanta apelsinlar bor ekan. Ko'rib turganingiz 10 ming so'm ekan 1 kilosi. Akalar 10 ming so'm. Bu yerda turibdi. Xush, qizil olma ko'rib turganingiz 1 kilosi 11 ming, ha? Afg'onniki. Afg'onistonmi? Tirs qiladi mana qara. Xush, turkman pomidori 23 ming so'm 1 kilosi. Kelishasizlar. Xush, akalar, turkman pomidori ko'rib turibsiz, sifati a'lo darajaga. Xush, 1 kilosini 26 ming so'm taroziga qo'yaman deyaptilar akamiz. 26 ming. Xush, bodring ikkinchi sort 1 kilosi 11 ming so'm akalar. 11 ming so'm, mana shu ko'rib turganingiz 1 kilosi 11 mingdan ikkinchi sort. Xush, mana galla o'zi svejiy ekan, barglar turibdi. 1 kilosi 13 ming so'm. Akalar, Samarqand qarshi turib yangi bozor kelaveramiz. Xush, akalar, mana Buxoroniki shirin pomidor ko'rib turganingiz ranglari chiroyli. 1 kilosi 25 ming so'm. Akalar, Samarqand qarshi turib yangi bozor chiroyli tagi ham 25. Xush, orzucha dedingizlar-ku, mana shu orzucha 1 kilosi 13 ming so'm. Qayniki o'zi aka? Sultonobod. Kelaveramiz, Samarqand qarshi turib yangi bozorga 13 ming so'm 1 kilosi. Xush, akalar, turkman pomidori 1 kilosi 23 ming so'm. Qip-qizil ekan, lekin chiroyli, ha? 23 ming so'm 1 kilosi. Xush, orzucha dedik-ku, mana bu orzu 1 kilosi 13 ming so'm aytilishi. Orzuchani 13 ming so'm akalar. Xush, akalar, mana mesni dedingizlar, mana o'zimizniki Motrendniki, Samarqand Motrendniki 1 kilosi 25,5 ming taroziga qo'yaman deyaptilar. Bilasizlar-ku, ta'miga. Rangi ham ko'ringlar, chiroyli ekan, sifat birinchi o'rinda, ta'm bo'yicha. Xush, Gala Navoiyniki ko'rib turganingiz gulli turibdi. Svejiy 1 kilosi 13 ming so'mga taroziga qo'yaman deyaptilar akamiz. Samarqand qarshi bozor yangi klubga kelinglar. Xush, akalar, glob pomidor 1 kilosi 25 ming so'm ekan. 25 ming so'm 1 kilosi. Xush, qizil sabzi 2200 so'm, sariq 2000 so'm. Akalar,
Samarqand Qarshi kurib yangi bozor kelaveramiz. Dam oladigan kuni yo'q akalar. Ertalabdan kechgacha bozorga kelaveramiz. Yo'q, sariq sabzi 2000 so'm, qizili 2500 so'm. Akalar Samarqand Qarshi kurib yangi bozorga kelaveramiz mana. Yo'q. Kelinglar. Xush, muzlatgichniki sariq sabzi 2200 so'm akalar. Mana kelaveramiz ana to'la Isuzu. Samarqand yangi bozor Qarshi kuribga kelinglar. Mana shunday sabzilar bor. Turf akalar 1 kilosi 2000 so'm, shalg'am 1 kilosi 3000 so'm. Muzlatgichniki ha? Kelaveramiz Samarqand yangi bozor Qarshi kuribga. Isuzuga bor. Sizga turibdik. Savdo bo'lyapti, kelinglar. Xush, mana shu sredniy aytilishi 5000 so'm 1 kilosi ekan, rossiyskiy 5000 aytilishi. Xush, akalar mana rossiyskiy qizil kartoshka 1 kilosi 6000 so'm urug'lik akalar. Kelaveramiz. Samarqand Qarshi kuribga urug'lik ko'p, mana kelinglar. Pokiston ha? Akalar, Pokiston kartoshkasi udari. Ko'rib turibsiz, ana rangi ham, qopi ham. 1 kilosi 7000 so'm akalar. 7000 so'm udar kartoshka. Qaranglar, voh, dahshat. Samarqand yangi bozor Qarshi kuribga kelinglar. Bo'ldi, boshladik. Xo'sh, akalar, rossiyskiy kartoshka mana ko'rib turganingiz, mana shunday 5300 so'm. Mana shu ko'rinishi. Mana shunaqasi ham bor. 5300 so'm. Gala ekan akalar, sapsariq bo'ladi. Olsangizlar sapsariq kartoshka olinglar. Mana gala. Like podpiskani unutmanglar. Xo'sh, akalar, rossiyskiy kartoshka ko'rib turganingiz. Mana shu yerda 1 kilosini bo'lishi 6000 beraman deyaptilar. 6000 so'm akalar. Xo'sh, akalar, kartoshka yangi kartoshka. Kattalari 15000 so'm, kichkinasi 12000 so'm akalar. Kelaveramiz. Samarqand Qarshi kurib yangi bozor. Xo'sh, akalar, mana yangi piyoz narxi arzon bo'ldi. 1 kilosi 2000 so'm aytyapti akamiz. Ko'ryapsizlarmi? 2000 so'm akalar. Samarqand Qarshi kurib yangi bozorga kelinglar. Bosing, like patishkani unutmanglar. Xo'sh, akalar, Pokistonmi? Pokiston kartoshka esimdan chiqib ketdi. Rangini qaranglar, sifatini qaranglar. Qopni qaranglar. Qopi mana bunday rangga bo'lsa, sifati a'lo darajaga 1 kilosi 7000 so'm. Kelaveramiz Samarqand Qarshi kurib yangi bozorga, furani ichiga. Tonna bo'lsa 6900 ekan. Xo'sh, akalar, mana tozalangan ichini 24 kiloligini 8000 ga akamiz oldilar. Men olgan narsani ko'rsataman, realli. Ichi tozalangan akalar, Samarqand Qarshi kurib yangi bozor kelaveramiz. Mayda setka 5 ta. Bosing. Sredniy rossiyskiy kartoshka. Gala menimcha. Gala sapsariq, 1 kilosi 4500 so'm akalar. 4500 so'm. Samarqand Qarshi kuribga kelinglar. Xo'sh, akalar, mana kartoshka gala, ichi sariq. 1 kilosi 5,5 aka? 5,5 so'm. Buni maydarog'i ham bor. Nech pul ekan maydarog'i bo'lishi? 4500. 4500 so'mga tarozi. Buni maydarog'i akalar, kelaveramiz. Sariq ekan, juda. Xo'sh, aka, Pokiston kartoshka 1 kilosi 6,5 so'm. Mana shu nomer, kelinglar. Ikkovi yonga turibdi. Samarqand Qarshi kuribga turibdi. Akalar, kelinglar. 6,5. Xo'sh, mana akalar, kelinglar. Yangi piyoz 2300 so'm Surxondaryo qayerdan? Dinovdan. Dinovdan 2300 so'm 1 kilosi. Mana kelinglar. Samarqand Qarshi kurib yangi bozorga. Akalar, like podpiskani unutmanglar. Xo'sh, akalar, mana koreyskiy karam arzon bo'lgan. Akalar, kelaveramiz Samarqand Qarshi kuribga. 1 kilosi 2,5 so'm. Akalar, salatga dahshati shu, yumshoq. Zo'r. Xo'sh, akalar, kartoshka Pokiston 6500 so'm, 6000
8 so'm ekan bular. 6800 ga 6500. Samarqand Qarshi Kuruk yangi bozorga kelaveramiz. Yangi kartoshka, yangi svejiy ekan. Sap-sariq. Xo'sh, akalar, karamlar 1 kilosi 2,5 ming so'm. Surxondaryo, Dino bo'lsa kerak. Yo'q, Angor. Angor ekan, Angor uzr. Angordan 1 kilosi 2,5 kelamiz. Samarqand Qarshi Kurukka. Xo'sh, akalar mana karam arzon bo'ldi. Yangi karam 1 kilosi 2,5 ming so'mdan. Xo'sh, karamlar 2,5 ming so'm, mana bular ikkitasi 5 ming ekan. Surxondaryoniki Shivit. Katta qurbonlardan ham arzon. Kelaveramiz. 2,5 ga 2,5. Buni kilosi 2,5, buni bog'i 2,5. Xo'sh, akalar mana Surxondaryodan karamiz kelgan 1 kilosi 1200 so'm. Lavlov nech pul ekan lavlov? Lavlagi 3000. Mana lavlov ham bor ekan 3000 so'm. Akalar kelaveramiz Samarqand Qarshi Kuruk yangi bozorga ana. Kamaz bilan tushiryaptilar, kelinglar. Xo'sh, akalar mana eski piyozimiz qopi 12 ming so'mdan akamiz beryaptilar. Mana shu ko'rib turganingiz. Qopi kilosi 30 kilo. Akalar kelinglar Samarqand Qarshi Kuruk yangi bozorga. 12 ming so'm. Xo'sh, qizil bolgar Eron 26 ming so'm 1 kilosi. Mana shuni ko'rsanglar, bilinglarki, tez yordam kelyapti. Ushbu ko'chma do'konimiz hamma hududlarda tashkil etilgan. Mana bu tarafida eshigi bor, ichida doimiy mijozlar uchun dorisi bor. Manzili uzoq joylarda transport vositalari yo'q fermerlarga yetkazib berish xizmatini ham qilamiz, joyida savdo ham qilinadi. Hojiboy Tojiboyev tushib ketishda uyma yuradigan bo'lib qoldi dedi-yu, ikkita respublikada xizmat ko'rsatgandi. Buni qaranglar. Uyma uy kerak bo'lsa, hozirgi aytganingiz bu dastlabkada bu aka. Olib borib xizmatni olib borib beryapti. Katta shaharga borib, gaz o'chib qoldi, gaz bermaydi, benzin yo'q, tok yo'q, unaqa qarang buni qanaqa bir qiymat yaratildi. Ko'chma do'kon, ko'chma maslahat markazi, hammasi maslahat ham bor-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xohlasa sotib olsin, to'g'ridan-to'g'ri onlayn maslahat olsa bo'ladi. Dastlabkasi 3 v 1. Bu yerda chorvaniki ham qo'yiladimi, veterinariy ham bo'ladi. Chorva ham bo'ladi. Chorvaniki ham bor. Kelajakda xudo xolasa hammasi bo'ladi. O'rtoqlar, bugun bahona qolmabdi. Oldinglarda o'tib qolsa eslab qolinglar. Mabetka korxonasiniki. Mana shuni ko'rsanglar, bilinglarki, tez yordam kelyapti. Odamlarga tez yordamni mana formatini Mabetka korxonasi birinchilardan bo'lib respublikada ishlab chiqargan. Kerak bo'lsa uyga borib, molni shu oyog'i bir narsa bo'lib yerga yiqilguncha tirgagichini olib borib berishadi. Ishoninglar bularda. Hasharot bosib hali yeyishga ulgurmasdan hammasi yetib boradi. Maslahati bilan mana shunaqa preparatlarni chiqardik, pashshalarga sepiladiganini. O'sha brend bo'lib ketdi hozir. Korobkasini ko'rsa pashshalar o'zini o'ldirib yuboryapti. Juda xursandmiz. Jamoani qaranglar. Davom etamiz o'rtoqlar. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xo'sh, Beshtonna mana hamkorimizga, Gul ko'chatimizga ortga hozir olib boryapmiz. Aziz birodarlar, kimga shunday biogomuz chuvalchan kerak bo'lsa, shu nomerimizga murojaat qilinglar. Boshladik, inshaalloh sog' salomat bo'linglar, kuzatinglar. Aziz birodarlar, xo'sh, biyogomizni ko'rdingizlar, mashinaga ortdik, mana bu yerda Urgut tumaniga olib keldik azizlar. Mana shu akamiz gul bilan shug'ullanadilar. Mart oylariga sizlarga boshiga ko'rsatamiz. Mana gullarni qarang, 20 minusga ana shu gullar turadi, ana shunday ko'rasizlarmi? Xudo xolasa ana shularga zakaz qilasizlar. Inshaalloh video qilib qo'yaman inshaalloh sizlarga. Ko'rasizlarmi? Mana shunday. Sog' bo'linglar, salomat. Va bu yerdan 4 sotuq, keyin yana bitta joyga issiqxonalarga bor. Endi u yoqqa ekadilar. Sog' salomat bo'linglar. Xo'sh. Guruchimiz Guliston Vishi 10 ming so'm 1 kilosi. Kiloga ham shunday beramiz. Xo'sh, mana bunisi alanga 12 ming so'm. Sen elagdan o'tgan. Mana bunisi super alanga 15 ming so'm. Xo'sh, adresimiz Oq Masjid yo'li. Xo'sh, 99likka telefon qilinglar. Kimga shunaqa guruchlar kerak bo'lsa, 99lik 771 1153 ga. 1153 ga. Qopga kelishtirib beradi hammasini. Qopga oladigan bo'lsangiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.